Keyingi lavhamiz Koreyada avtomat do'konlari haqida bo'ladi. Mana shunday do'konlarni yoniga yaqinlashib keldik. Mana tepasiga yozib qo'ygan Yusatoran bu do'konning nomi. Mana tashqari tomoniga har xil reklamalarni qo'ygan. Ichkari tomonga kiramiz. Mana qizlar savdo qilyapti. Koreys qizlar. Mana muz qo'ymoqlar bo'limi. Hamma narxlar o'zlariga yozilgan. Xona issiq, qishda ham xohlagan muz qo'ymoqni olib ichkarida o'tirib iste'mol qilish mumkin. Xona harorati 40 daraja. Mana xohlagan tovarni terib, mana bu yerda kassa apparat, hech qanaqangi sotuvchi yo'q, operator yo'q. Olingan tovarni ro'yxatdan, mana bu ro'yxatdan o'tkazib, pulini kassa apparatga to'lash kerak, karta orqali. Koreyada Koreya davlatida zapravkalar deyarli 80% avtomatlashtirilgan. Ko'cha bu do'konlar mana shunaqa tepadan kameralar kuzatib turibdi, mana kuzatuv kameralari. Do'konlar 30% ga avtomatlashtirilgan. Yo'l yoqasidagi kofe va suv do'konlari 100% ga avtomatlashtirilgan.